bizlarga achchiq. Qandoq qilib oddiy odam Sirium kurashchisini yengishi mumkin? Videosi bor ekan. Bu safar buni ilojisi yo'q. Nima? Iloji yo'qmi? Tajribasiz odam kurashchini hech qanaqasiga yenga olmaydi. Xo'sh, Unda nega bu videoni olganman deb o'ylaysizmi? Omadli tasodif bilan boshqa jangchilarni bo'g'ib qo'yish mumkin. Ammo bu uslub kurashchiga qarshi o'tmaydi. Shuni aytib qo'ymoqchi edim. Lekin bu kurashchilar eng kuchli jangchilardir degan xulosani bermasligi kerak. Samdaqning kanalida oddiy odam kurashchini yengishi haqida hech qanday video yo'q edi. Agar bu rostdan ham shunaqa jiddiy jang bo'lganida, hozir ahvolim ancha achinarli bo'lardi. Lekin nimadir g'alati. Juda ham qo'rqyapman. Lekin baribir jang qilish yoqimli. Juda g'alati.